daraxt tüyüde o'ltirib toshqonning kelishini kutish. Nima degan ta'minlik? Manta? Voy, oxir manta yeydigan bo'ldim. Bu kunni saqlayotganimga uzun bo'lgan. Yana sen kelsan-ku. Bu ish chuqur bilimlik. O daraxt tüyüde o'ltirib toshqonning kelishini kutish degan hikoyani olgan bo'lishi mumkin. Daraxt tüyüde o'ltirib toshqonning kelishini kutish. Buni menga so'zlab bergina. Rivoyat qilinishicha, yig'iliq bayliklar davrida Sung sulolesida bir dehqon o'tgan bo'lib, u to'limi hurun ekan. Atidan kashkicha osmondan boylik yig'ib, tuyuqsiz boy bo'lib ketishni o'ylaydi ekan. Heliqi dehqon shuncha uzun kutgan bo'lsa-mu, ammo birmi toshqon kelmabdi. Uning ziroatlarimi o'lib, yerlari qaqaslashib, hammadan quruq qoldi. Daraxt tüyüde o'ltirib, toshqonning kelishini kutish degan bu ibora tayyor top hamda narsalardan to'g'ri usulda foydalanishni bilmaydigan kishilarga qartilgan. Men mushu yeshimgacha bundaq hamoqat odamni azaldan ko'mabdi ekanman. Xuddi bayotin itdak. Agar u o'zligidan yemaklik tepib yegan bo'lsa, ochliqdan uncha o'rqlab ketmagan bo'ladi. Nima degan bechora. Uzunglar!